Assalomu alaykum qadrdon namozxon muxlis. Omonmisiz? Sizlarni oynai-jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar 15 noyabrga namoz vaqtlari hamda 15 noyabrga valyuta kurslari bilan tanishmoqdasiz. Iltimos, men mana azizlar sizlarning e'tiborlaringizga ikki yangilikni havola qilmoqdaman. Ikki xabarni, namoz vaqtlari hamda valyuta kurslari. Valyuta kurslarini ko'ryapsizlar. Mana bu stilkalar tepaga ko'tarilgan, mana bu plyuslar turibdi. Turgan plyuslar bu degani valyuta kurslari ko'tarilgan. Mana AQSh dollari, yevro, funt bular hammasi ko'tarilgan. Shunday ekan azizlar, iltimos kamtarona mehnatlarimizni qadriga yetib, videoni oxirigacha ko'ramiz va bittadan gumbillatib like ta bosib, o'z yaqinlaringizga maksimalni tarqatishda bardavom bo'lingizlar. Azizlar, jadval tuzib chiqarish bizdan, videoni oxirigacha ko'rib like bosib tarqatish sizdan. Yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lishni yoddan chiqarmangizlar. Yana qayta eslatib o'taman. Like bosish tekin. Like uchun sizdan pul ketmaydi, like uchun menga pul kelmaydi. Like faqat efir video ko'proq tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. Qani unda birgalikda tomosha qilamiz va like bosib kommentariyada chiroyli fikrlarimizni qoldiramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, xayrlashmaymiz, keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.